ushbu videoda shoshib o'tkazayotganingiz singari Siroat ko'priklardan shoshib o'tib keting do'stim. Hozir mana bir akamiz bilan assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Safo va Marvada turibmiz. Sayqi bo'ldik, alhamdulillah. Sayqi bo'lganimizdan keyin qilyapmiz. Inshaalloh syomkamizni. Aka, qayerdansiz? Men Surxondaryodaman. O'zbekiston Fuqarosiz. Fuqarosi Surxondaryo viloyati. Qizil pasporti, O'zbekiston fuqarosi. Zagran pasporti. Zagran pasporti. Rossiyani qayerdan keldingiz? Xabarskiy, Gorod Xabarskiy. Go'r xabar dunyo bir chekkasidan kelibsiz. Rossiyani bir chekkasidan kelibsiz. Aka, qiyinchiliklar, kamchiliklar bo'lmayaptimi? Xudoga shukr, hammasi 100%. Allohga shukr, sizga rahmat. Umrani ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bormi ekan? Yo'q. Hammasi yaxshi. Oz bo'lsa ham bor baribir aka. Endi bor. Endi odam chidaydi baribir. Qarang do'stim, siz O'zbekiston, Qirg'iziston yoki Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz ham yoki Rossiya fuqarosi bo'lsangiz ham Rossiya hududida Allohning baytiga bemalol kelib umra ziyoratlarini qilsangiz bo'ladi. Zeroki haj ziyoratini faqat Rossiya davlat fuqarolari qiladi. Agar umra ziyoratini qilmoqchi bo'lsangiz, qaysi davlat fuqarosi bo'lsangiz ham inshaalloh qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Buning uchun siz +7 kodi bilan 965 026 96 06 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu